MTZ 311 emas, 320, 311 bunaqasi bir xil. Enshasi ish berdi. Enshasi o'ziniki 5lik. Uni enshaga almashtirish uchun bir-biriga tushmas ekan. O'shani tushirish uchun qilgan ishlarimizni aytib o'tamiz. Bu 10 ensha. Bu qulog'i. Ensha qotadigan quloq. Buni olasizlar. Olib buni razmeriga birinchi mana buni teshigi bor bu yerda. Mana. Bu teshigiga svarka qo'yasiz. Ana gayka tiqib qatirasizlar mana. Eskisi mana bu yerda mana nuqta-nuqta bo'lib turgan. To'ralasini ham shunday qatirib turib, boshqatdan to'kirga bersanglar, 10 enshaga moslab turib teshigi ochib beradi, rezbali qilib mana. Oshchasini kesib beradi. Xo'sh, shu bilan tushadi, quloq almashadi. Pastki quloq nariyoqqa qaratasizlarda statorga tegib qoladi. Nariyadan G shtuksir qo'yib turib, mana joyiga ulaverasizlar, xudo xolasa. Ensha ishlayapti. Ishlashlari zo'r. Dinamo buzilsa dinamlarini Matizda dinamoni qo'ydik. Yangisidan. Ensha shunday, chunki men buni chekkaga G shtuksir qo'ymasanglar, mana statorga tegadi. Mana bu gidrobachoydan keladigan shilanga tushmaydi. Buni joyiga qatira olmaysizlar. Boshqa variantini topmadik, boshqa variantlari quloqlari to'g'ri kelmadi enshalarda. Eng ommabop, topishga oson, qulay, qiynamaydigan usulda mana shu bo'ldi. Endi bunga prямой любой 10 enshani olib kelib tushirib ketilaveradi, tushaveradi enshalar. Moslashdi. Buni asli bunimizda shu roli qatorib dozator almashtirdik. Dozatorimiz ishdan o'zgarmadi. Rol ikki tomonga qatishni boshladi. Enshani stendga qo'ysa, stendda ko'rsataverdi. Normal holatda. Lekin baribir ish bermadi. Silindrini almashtirdik, ichida nimalarni remont qildik, salnilarini. O'zgarish bo'lmadi. Oxirgi variantimiz ensha qoldi. Enshaga qo'ydik. Asli kelish sababi bir tomonga qatishni boshladi rol. Keyin og'irlashib ketdi. Yana bitta variantni ko'rasizlar. Rollar eng avvalo qatishni boshlaganda, bir tomonga bo'lib qatishni boshlaganda ochasizlar buni. Balonni ko'tarib silindrdan kuch beradi. Ana ichida pachimlik bor. Ko'rasizlar pachimlikni. Bizda bitta pachimlik ketgan ekan. Pachimlikni qo'ydi yengilladi, lekin o'zgarish bo'lmadi. Eng birinchi ishlar mana shuni qilinglar. Xo'p. Undan keyin pachimliklar sog' bo'lsa, ichlari yaxshi bo'lsa, asta silindrni ko'rasizlar, ensha, dozator. Biz hozir bekordan dozator almashtirganimiz qoldi. Dozatorimiz o'zi yaxshi bo'lib chiqdi. Asli ayb enshada bo'lib chiqdi. Bir tomonga qatsa ham enshani yaxshilab bu imkon bo'lsa, ishlatilgan ensha kimdadir yo o'zingizlarda bo'lsa almashtirib qo'yib ko'rib, tekshirib keyin dozatorga silindrga o'tganinglar ma'qulroq. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Radiatorlarimiz almashtirdik. Asta-asta zapchasini topishda muammolar bo'lgan sababli o'zimiznikiga moslab tushib ketaveradigan xonasini qilyapmiz. Kimdir mana shunday traktor bo'lib 60-70 ga qiylanayotgan bo'lsa, agatlariga solishga yana bitta qo'shimcha ma'lumot berib ketamiz. Mayli bu ham. Mana purut temir, xuddi mana shuni yasatadi. Turala balonga ham. Hozir balonni aylantirsak 60 bo'ladi. Teskari qo'ysak 70 holat. Hozir bu 70 agatga tushadigan holatda turibdi. Boltlarni yasatadi. To'kilarimiz ko'z tegmasini o'tpasda yasab beradi. Shundoq.